Navoiy uy barakada navbatdagi fayzli xonadon sotuvga chiqyapti. 3-etaj, 4 etajlik domla 3-etajda 2 xonalik remonti yaxshi holatda 395 million so'm plus polni ipoteka bo'ladi. Ko'chani ko'ryapsizlar. Mashina qo'yish uchun joylari ham yetarli darajada, bolalar o'yingohi bor. Bu tarafda viloyat hokimligi, TSUM, maktab, bog'cha, hamma davlat muassasasi juda ham yaqin. Uyimizda ichki tuzilishi bilan tanishib chiqamiz. Uyimiz polni ipoteka bo'ladi, narxi 395 million so'm. Ketdik. Doimiy an'anamizga sodiq qolgan holda sizlarga uyimizda ichki tuzilishini tushuntiramiz. Demak, asosiy eshik, koridor qismi bemalol prixoj mebelni qo'ysalaringiz bo'ladi. Uyimizda egalari bu yoqqa xolodilnik, konditsioner o'rnatgan ekanlar. Kelishuvga asosan maishiy texnikalar qoladi. Bu tarafda bo'lsa, ikkita alohida yuvinish xonalari remonti yaxshi holatda. Bu tarafda o'zlaringiz bilasizlar, planirovka bo'yicha galerkalarda oshxona joylashgan. Oshxonamizning mebellari uyda o'zida qoladi. Endi asosiy ikkita xonamizni tushuntiramiz. Ikkita alohida xona. Bu taraf bizning mehmonxonamiz, televizorlar o'rnatilgan. Endi kelishuvga asosan maishiy texnikalar qoladi deb aytdilar. Uyimizning egalari pardalari ilingan ekan. Aboylari ham yaxshi holatda uyimizda. Xonamizning o'rtasida deraza ro'mol o'rnatilgan ekan, balkonga qarab turgan. Demak, koridor qismidan ikkinchi xonamizga o'tamiz. Ikkinchi xonamizni ham ko'rishlaringiz mumkin, remonti yaxshi holatda. Balkonni ham ko'rib chiqdik, remonti yaxshi ekan. Ortiqcha xarajat qilish kerak yo'q. Ortiqcha o'zlaringiz narsalaringizni saqlasalaringiz bo'ladi o'sha joyda. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, egalari tomonidan 395 millionga baholandi. Yana ham ustiga kelib, realni olaman deganga kelishtirib beraman deb aytibdilar. Pastda raqam qoldiramiz, bemalol bizga bog'lanib, ustida kelib baraka qilsalaringiz bo'ladi. Agar ipoteka olaman desalaringiz, shu uyda 100% ipotekaga ham chiqarib beramiz. Navoiy Barak kanaliga obuna bo'linglar, chunki shunaqa yaxshi joylardan biz arzon narxdagi uylarni faqatgina sizlarga ilinamiz.